Bugun sizga o'ta murakkab ko'ringan shu fasonni oson usulda tushuntirib beraman. Asosan dizayni old qismini oling, vitchkalarini belga ko'chiring. Old ochilishiga xohishingizga qarab 16 sm dan 18 gacha ochishingiz mumkin. Razmerga qarab albatta. Yelkadan ham 2-3 sm oching va nuqtalarni birlashtiring. Old o'rta qismidan pastga 6 sm tushing. Beldan tepaga 5 sm chiqing. Ikkala nuqtalarni figurniy lineyka orqali xohlagan formani berib chizing. Chizgan formangiz ma'qul kelmasa, bemalol ko'rsatganimdek qilib shaklni o'zgartiring. Andaza shu ko'rinishga kelib qoldi. Old o'rta qismini buklovda biching va bel qismidagi 5 sm joyga alohida bog'ich bichasiz. Bog'ichni enini 5 sm, uzunligini esa 60 sm qilib oling. Bog'ich uchiga esa uchburchak qilib forma berib oling. Mana andazamiz ham tayyor. Bog'ich qismini alohida bichib oling, asos qismini esa alohida bichib oling. 1 sm chok haqqi berib biching. Vitchkasini tiking. Old bel qismini qirqing. Bog'ichni shu joyiga tiking. Mana sizga ko'rsatgan fasonim ko'rinishi. Siz ham shu kabi fasonlarni mustaqil qo'rqmasdan bichishni xohlasangiz, modellashtirish kursimda o'qing. Kursga yozilish uchun Telegram orqali murojaat qiling.